Saykaus bilan 3 tal tuxumni go'shtimi yeyishlik bo'lib ketadigan munda qo'rimsay qilishni o'rganib oling. Tan tilingizni qag'dak ajoyib o'xshaydi ekanmi? Qaranglar o'xshab ketganiga. Eng avval saykausni pak yuvib tayyorlab, 4 bilakka bo'lib, ichidagi urug'ini elib yetimiz. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni ichishni o'tyapman. Izdigan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga jiqaqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llingizga rahmat. Saykausni 5 minut to'g'ratmaymiz, sal qillaraq qilib to'g'rab olgandan keyin 5 tal tuxumni chiqib tayyorlab olamiz. Qaynayotgan qozonga tuz, suv may berib, saykaus bilan mo'rini silib 2 minut atrofida qaytiblam suzib elib olamiz. Endi qozonga sal jiqroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim atbuloq sig'ir mayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzoq qimmat saqlab qolingan sog'lom may. Ta'mimi shunchalik payzam tetimliq. May bekroq qizg'anda tuxumni solsak, tuxum mushtaq ko'pib, shunda chiroyli pishidi va. Undan keyin qozonning tagida qolgan may bilan lamson piyoz, samsaq, zanjivil silib qo'yamiz. Undan keyin tandir solamiz. Undan keyin bir chumcha atrofida qaynoq suv qo'yib, yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin saykausi, mo'r, tuxum solamiz. Tam xurishlardan azroq shuncha qo'yib bitimiz. Undan keyin tuz, azroq shakar silib bitimiz. Azroq vijin silib, yaxshi bir aralashtirib taqsiga olsaqli bo'ldi. Saykausni suvda pishirayotgan bo'g'ashqa bek uzun qo'rvatmasakmi bo'ldi. Endi bularni yaxshi bir aralashtirib taqsiga olsaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Saykaus bilan tuxumni munda say qo'rib mifam bilan yeydigan bo'lsanglar, tan tilinglar qag'dak ajoyib o'xshaydi ekanmi?